arzon narxda 2018-yil Damas mashinasini ko'rsatamiz. Kraskasi 5-10% bor ekan. Biz sizlar uchun aytdik, 4200 ga tushirib qo'ydik. Egalari bilan raza tortishdik. 1 soat 2 soat baraka qildik. 4200 ga yaxshi narx bo'ldi deb o'ylayman. 2018 yili ham zo'r. Bemalol egalarning nomerlari Telegram kanalida o'tib olib baraka qilib olib ketaverasizlar. Bitta like bosib qo'ying. 2018 holatlari ideal bo'lib turibdi. Gerblar bo'ylarigacha bor. Mashina butun holatda. Kraskasi etib-etida bor ekan. Primerka qo'laverasizlar. 5-10% deyaptilar. Dubalari yaxshi banonlar, yaxshi qalpalarigacha bor. Mashina tayyor. Gazlarigacha bor. Benzin, gazga yuradi. Bitta tanrovka tortsangiz bo'ldi ekan. Tanrovka tortib olsangiz bo'ladi. Kuzov qismlari ham yaxshi bo'lib turibdi. Choklari, germetikalari yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ko'rib tekshirib, primerka qo'laverasizlar. Shipkalar bo'lgan, chexollar kiydirishgan, stokalargacha bo'lib, patologlargacha qilib qo'yishgan. Tayyor mashina. Magnitofon kanonkalarigacha bor. Probega 328 ming. Probegda pulilargacha yangi qilib qo'yishdi. Ko'rib tekshirib ko'rib olaverasizlar. Motor, xadavoylari ham zo'r, moslari ham jim ekan. Ko'rib tekshirib, ustlarini ko'rsatib, любой проверкani qilib baraka qilib olib ketaverasizlar. Eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmanglar. 2018 5-10% kraskasi bor. Damas mashinasini biz sizlar uchun $4200 ga tashlab qo'ydik. Egalar nomlari Telegram kanalida o'tib olib baraka qilib olib ketaverasizlar.